Sayval. Tez sotayman, senga pulni ham beraman kerak, tushunyapsanmi? Tezroq sot deyapman menga. Qitib qo'yarding o'zi. Pashangni gapdan pasha kerak, bo'lgan yo'qol kerak. Game over. Hey yo, hammaga salom bolalar. Bugun men Fayruz bu yangi qishloqqa ko'chib keldim. Menga like bosing, obuna bo'ling. Hozir yangi qishloqdaman. Hozirgina meni mashina kelib tashib ketishdi. Tekkiz olam. Men shaharlikman. Lekin shaharda qandaydir yangi virus chiqibdi, zomba virus. Shunaqa virus chiqibdi. Sraz ketib bordim. Mana o'zi bir qishloq ham emas. Qishloq qolishibdi odamlar. Assalomu alaykum. Menga uyni soting, normal pul beraman, yangi kelganman. Va alaykum assalom. Faqat men sizga bu uyni sota olmayman. Uzr. Bu yerga yaqinda ko'chib kelganman. Ha, mayli, esa boshqa uyni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalom, siz qiz bo'lagansiz. Uzr, menga mana shu uyingizni soting, normal pul beraman. Iltimos, menga uyingizni sotsangiz, normal pul bergan bo'lardim. Menga qancha pul bersa ham bu uyni sotmayman, chunki bu yer juda xavfsiz, nima qilishni ham bilmayman. Bo'lmasam uzr, qani bu uyga kiraylikcha. Assalomu alaykum, siz ham qiz bo'lagansiz. Menga uyingizni soting, normal pul bergan bo'lardim. Hech qachon sotmayman. Nimagadir bu odamlar uyini sotishni istamayapti. Assalomu alaykum doktor. Men sizga normal pul beraman, faqat shu uyingizni sotishingiz kerak bo'ladi. Iltimos. Qancha pul bo'lsa ham hech qachon men sotmayman. Bo'pti doktor. Hop, bu nima sotavermaydik? Assalomu alaykum, siz ko'rinishingizdan gamerga o'xshaysiz. Iltimos, menga shu uyingizni soting. Yog'i qo'ying. Gapni qara, yog'i qo'ying. Sotib yuborsang nima qiladi uyni? Hop, bu ketdi. Davay. Assalom Steve, uying kichkina ekan, kerak emas bu. Bari sotmasa ham kerak. Salom, blogerga o'xshayapsiz. Iltimos, menga uyingizni soting. Shuncha kishi sotmayapti, iltimos soting. Uylar juda qimmat turadi, baribir sotib olmaysiz. Qo'ying, baribir sotmayman. Bu yerdagi odamlar ahmoqmi? Qanaqa gapiryapti? Assalomu alaykum, super. Men kiyimini kiyib olgan bolaki. Iltimos, uyingizni sot menga. Uyingizni so'raylikchi. Salom panda, iltimos menga uyingizni sot, normal pul bergan bo'lardim. Hech kim sotmayapti. Sen tamam, mayli, qiynalib ham ketdim o'zi. Oxirgi ikkita uydan umidim bor. Assalomu alaykum. Uyingiz juda chiroyli ekan. Menga uyingiz yoqdi. Men sizga yaxshigina pul to'layman agarda uyingizni menga sotsangiz. Kechirasiz, sizni gapingizga qaraganda siz hech qaysi uyni sota olmagansiz. Men ham sotmayman. Qayerda gapni oxirigacha eshitgim ham kelmayapti. Assalomu alaykum. Uyingni sot qitib qo'rlaring. Ma puli. Sot davay. Pashole, tirik qalayman uyimdani. Darmizingiz o'tmaymasini qilgan takka. Tirik qalayingni qaytib kelman. Oxirgi bo'lsa ham normal so'rash kerak edi. Xo'sh, endi nima qilaman? Obunachilar nima qilaman? Menimcha oxirdagi uy bo'sh edi. Men shunga joylashishim mumkin. Pulim bor, bemalol ishni remont qilib olishim mumkin. Ko'raylikchi o'zi nimalar bor ekan. Bu yerda xolos sal tentakroq bo'ldi. Ichi normali. Faqat yotoq ikkita eshik qilib qo'ysak bo'ldi. Bitta talonchilik qilib kelaman, men pulim ishlatgim kelmayapti-da. Bu yerda xolos bilan kelishib ketsam kerak menimcha. Menga normal narsalar kerak ekan. Hozir o'z taksi kelib qolish kerak. Keyin shundan men borib do'konga borib narsalarni olib kelishim kerak. Keyin hamma narsani o'rnatishim kerak. Tagiga biznes qilsam ham bo'ladi, masalan, podval qo'yib, qurollar olib kelib, agar shu banditlar kutsam, banditlar menga pul berishadi. Men jumanolarga borib keldim ham bolalar. Hozir qo'yishim kerak. Buni ikkita eshik normal bo'ldi. Faqat shu sandiq yetishmayapti. Sandiq yo'q, kerakchi shunaqa podval teshib, keyingi qismda podval teshib hamma qurollarni olib tushaman pastga. Xo'sh, bu yerda odamlar esa sal ahmoqroq ekan. Mayli, ko'nikib ketaman. Qiruvchi bolalar, bugungi video shundan iborat edi. Hammalarga xayr.
Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Axir biz 10 ga bo'lmoqchimiz. Iltimos like va keyingi qismlarda balkim zombi apokalipsis bo'lib qolar. Mayli, bo'pti.